Samarqand viloyat hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorat inspeksiyasi tomonidan navbatdagi olib borilgan reyd nazorat tadbirlari davomida Samarqand shahar Nurli yo'l mahallasi Islohot ko'chasida joylashgan 77-sonli ko'p qavatli uyning tom qismida, ya'ni umumiy foydalanishdagi joyda fuqarolar tomonidan o'zboshimchalik bilan egallab olinib, qo'shimcha qurilishlar qurilganligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan o'zboshimchalik bilan qurilishda amalga oshirilgan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy kodeksidagi belgilangan bandlar bo'yicha ma'muriy choralar qo'llanilib, ushbu holatni ixtiyoriy ravishda bartaraf etish uchun bajarilishi shart bo'lgan majburiy ko'rsatmalar taqdim qilinadi. Berilgan muddatda ixtiyoriy ravishda ushbu holatni bartaraf qilmagan taqdirda kerakli hujjatlar to'planib, sud organlariga da'vo arizalari kiritilishini ma'lum qilamiz. Shu o'rinda yurtdoshlarimizdan ko'p qavatli uylarda umumiy foydalanish joylarini o'zboshimchalik bilan egallab, qo'shimcha qurilishlar qurmasligini so'rab qolamiz.